3 kun tinimsiz shu 2 lis areshkalarni pishirib chiqdim desam ishonasizlar. Hozir sizlarga bu narsa kam ko'rinishi mumkin, lekin shu yerda 450 ta areshka, rang-barang areshkalarim chiroyli ko'rinib turganini bilaman. Bu areshkalarimga 100% mana bunaqa turetki pastalardan ishlatganman. Qiziligi klubnichniy, fistashkaligidan. Hozir bularni upakovka qilib, har bittasini ichiga 10 tadan 12 tadan solib chiqib magazinga topshirish uchun tayyorlayapman. Kecha bu areshkalarni qilib bo'lgan bo'lsam, magazinga chiqib, kechqurun xo'jayinim 2 ta farzandim bilan areshkalarimizni har bitta magazin fast foodlarga reklama qilib, mazasidan ko'rish uchun ularga ham probaga berdik. Va bilasizlar, hamma joyda tosh tarozi bo'ladi. Kimdirlarga yoqdi, kimdirlar boshqa sotyapmiz deyishdi, ularnikini olmasak bo'lmaydi deyishdi. Chiqmagan jondan umid deb shunaqa chiroyli upakovka qilib baribir ham boshqa magazinlarga tarqatishda davom etdik.